1-apreldan boshlab benzin va metan zapravkalarda naqd pul qabul qilinmaydi. O'zbekistonda 2026-yil 1-apreldan boshlab avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida naqd pul orqali to'lov qilish amaliyoti to'liq bekor qilinadi. Bu talab Prezidentning 2025-yil 10-dekabrda imzolagan naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot urushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida belgilab qo'yilgan. Farmonga ko'ra, avtoyo'llarda va shahar hududlarida joylashgan yonilg'i quyish shoxobchalari neft, gaz mahsulotlarini sotishda va elektromobillar uchun zaryadlash xizmatlarini ko'rsatishda faqat bank kartalari yoki elektron to'lov tizimlarini qabul qilishi shart bo'ladi. Naqd pulda to'lov qilish mumkin bo'lmaydi. Ushbu tartib amalda qo'llanilishi bilan yonilg'i quyish shoxobchalari o'z hisob-kitob tizimlarini to'liq raqamlashtirishi, to'lov terminallari va elektron platformalarning uzluksiz ishlashini ta'minlashi lozim bo'ladi. Bundan tashqari 2026-yil apreldan davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar, elektr energiyasi, tabiiy gaz va ichimlik suvi uchun to'lovlar ham naqd pulsiz shaklda